Oktyabr oyida tug'ilgan insonlar chiroyli va xushbichim bo'ladi. Bu insonlarni bir qarashda yoqtirib qolish oson, chunki ular toza va ozoda kiyinishni, odamlar bilan chiroyli gaplashishni afzal ko'radilar. Shu bilan birga o'zlariga haddan tashqari e'tibor qaratadilar. Bunday insonlarning hayotda dushmanlari juda kam bo'ladi, chunki ular tanigan va bilgan insonlarni o'ziga yaqin tutishga va ular bilan tez-tez suhbatlashishga harakat qiladilar. Oktyabr oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha sevib qolishsa, sevgisini umuman oshkor etmaydi, toki bunga ishonchlari komil bo'lmaguncha. U insonni kuzatishda va sinashda davom etadilar. Bu insonlar hayotda o'tkir nazar bilan qaraydilar. Shu sababli ular orasida huquqshunos, sudya, sotuvchi va teatrshunoslarni uchratish mumkin. Bo'ladi mehrli oqko'ngil tanti. Tegmaydi kimsaga yomonlik dardi. Yaxshi insonlarning yaxshi farzandi Oktyabrda tug'iladi yaxshi insonlar. Ushbu videoni oktyabr oyida tug'ilgan tanishlaringizga yuborib, obuna bo'ling.